Assalomu alaykum. Bugun men sizlar bilan birgalikda mana shu mevalar bilan muzqaymoq tayyorlamoqchiman. Bularga qo'shiladi oddiy o'zimizning sut, sigirning suti va qaymoq. Endi hozir mana shu banan bilan bananni po'choqlaridan o'rikni danagidan ajratib olaman. Uy sharoitida tayyorlagan muzqaymog'imiz juda ham barakali chiqadi. O'tgan safar tayyorlagan muzqaymog'imizni yaqin 15 kun yedik. Uyda muzqaymog'ingiz bo'lsa, ko'chada muzqaymoq yegiz kelmas ekan. Shu uyda ana shunisi barakali ekan. Ko'chadan muzqaymoq sotib olmayapmiz. Mana mevalarimni tozalab oldim. Endi bularni hammasini chopperdan o'tkazib olaman. Endi sutni solaman. Qaymoq solaman. Slivkalar juda qimmat. Shuning uchun o'zimizga arzonroq variant. O'zimga o'xshagan oddiy uy bekalari uchun. Aralashmamiz tayyor bo'ldi. Endi morozilnikka qo'yish uchun qopqoqli idishga quyib olamiz. Endi bularni xolodilnikning muzxonasiga qo'yamiz. Menda 12 soat turadi. Hozir qo'yaman. Hozir bizga kechki soat 7lar. Ertaga 7-8larda ochaman. Mana marojnimiz tayyor bo'ldi. Qani ochib ko'raylikchi. Oh xudo. Uni qaranglar. Bismillahirrahmanirrahim. Rosa qattiq. Mana uy sharoitida tayyorlangan muzqaymog'imiz tayyor bo'ldi. Siz ham tayyorlab ko'ring. Banan bilan o'rik juda ham bir-biri bilan uyg'unlashar ekan. Siz ham tayyorlab ko'rib, keyin mazasini menga kommentariyada yozib qoldiring.